Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu ni Yamanga vali qilib jo'natdilar. Bizi tilimizda aytganda pasol elchi qilib jo'natdilar. Aytdilarki, ittaqi da'vatal mazlumi dedilar. Ey Muoz, sen hozir vali bo'lib ketyapsan u yerga. Mazlumni duosidan ehtiyot bo'lgin dedilar. Chunki mazlum bilan Allohning o'rtasida parda bo'lmaydi dedilar. Qo'lini ko'tarib duo qilsa ijobat bo'laveradi dedilar. Sen boradigan joyingda zulmdan ehtiyot bo'lgin. Qolgani hech narsa emas. Agar zulm qiladigan bo'lsang, u mazlum qo'lini ko'tarib duo qiladigan bo'lsa, kuningni bitgani shu. Shuning uchun zulmdan ehtiyot bo'lgin. Chunki Alloh bilan mazlumning o'rtasida hech qanday parda bo'lmaydi dedilar. Mana yana qolgan hadis shariflarda Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Salasu da'awatin la shakka fi ijabatihinna" dedilar. 3 ta duo bor dedilar. Bu duoni ijobat bo'lishligida hech qanday shak shubha yo'q dedilar. 3 ta duo bor. Albatta ijobat qilinadi. Alloh taolo qabul qiladi. Da'vatal mazlum, birinchisi mazlumning duosi. Albatta ijobat qilar ekan. Keyin da'vatul musafiri, musofirni qilgan duosi. Mana o'sha musofirda yurgan oshna og'aynilaringlar bilan telefonda gaplashib qolganinglarda biz ham haqqinglarga duodamiz, sizlar ham biz haqqimizga duo qilinglar deb duo so'ravringlar. Chunki musofir odam ham juda ham muzdarlik bilan yuradi-da. Mashaqqat, safar mashaqqati bor, boshqa bor, musofir yurtda. Shularni ham duosini ijobat qilar ekan. Ana 3-inchisi va da'vatul validi alal waladi. Otani bolasiga qilgan duosi albatta ijobat bo'lar ekan. Otani duosidan qo'rqish kerak ekanda. Otadan faqat yaxshi duo olishlik kerak ekanda. Endi shuni muqobilida otalar ham shuni bilgandan keyin bo'lar bo'lmasga bolasini qarg'ab bo'lmas ekanda. Yomon gapni aytib bo'lmas ekan hech qachon. Chunki shu otani bola ustida qilgan duosi albatta ijobat bo'lar ekanda. Shuning uchun farzandni tarbiyasida o'shanaqa qarg'ab so'kishlikdan ayniqsa ota ehtiyot bo'lishlik kerak.